Doktor, kim bor? Yordam beringlar. Qani, doktor! Men bu yoqqa yuring. Xudoyim. Hammasi yaxshi bo'lsin. Oyim, dada, Qizim, hamma joyim og'rib ketyapti. Chidolmayapman. Bir og'riyapti. Endi o'lamanmi? unaqa dema. Sog'ayib ketasan, qizim. Yo'q, nega unaqa deysan? Qizim, hali ko'rmagandek bo'lib ketasan. Maktabga borsang, dugonalaring bilan o'ynaysan hali. Yoshligimda men ham kuyganman. Adin ham kuyganlar, to'g'rimi? Qizingizni juda ham og'ir ahvolda olib kelsa, zudlik bilan operatsiyaga olmasak bo'lmaydi. Hozir sizga dorilar yozib beraman. Bularni tez olib kelib berasiz faqat. Xo'p bo'ladi. Mana. Doktor, qancha pul kerak bo'lsa ham topib kelaman. Bo'ldi, dorilarni tezlashtiring faqat. Hoppa. Alo, o'rtoq. Jonibek, qachongacha ortingdan yuraman? Tez ofisga yetib kel. Nimaga jimsan? Tushundingmi meni? Bo'ldi, o'rtoq. Hozir yetib boraman. O'zidan so'rayman. Assalomu alaykum Assalomu alaykum. Jonibek. Sizni bankdan besta qilayotgandik. Kredit muddatingiz o'tib ketgan. Kelib to'lab ketishingizni so'raymiz. Aks holda ishingiz sudga oshiriladi. Bo'ldi, to'layman. O'rtoq, yaxshimisan? Tuzukmisan? Yaxshi ishlayapsanmi? Yaxshimisan? Xush kelibsan. Sen biznesmensan. Mashinalarni yaxshi tushunasan. Xo'p, Shu men yig'ib qo'ygan pulim bor. Zo'rg'a yig'ib olma, ishlatib qo'yma, sanda tursin. yaxshi qilibsan. Ey, yana ustiga qo'shaman. Yaxshiroq mashina olarmiz. Bo'ldi gap. Ey, menga qara. Pul jigardan bo'lgan, ishlatib qo'ymagin. Menga ishonmaysan? Ishonaman. Ey, Jonibek. O'rtoq, ke. Yaxshimisan? Assalomu alaykum, do'stim. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Qachongacha ortingdan yuguraman? 2 oydan beri arenda pulingni bermaysan. O'rtoq, to'g'risi, bir oy muhlat berib tursang. Ahvolimni ko'rib turibsan. Hozir qizim bansada yotibdi. Operatsiya bo'lishi kerak. Ustiga choy to'kilib ketdi, kuyib ketgan. Uni ustiga ishlarim ham orqaga ketgan. Sendan o'zi pul so'ragani kelgan. Hozir ishlarim yaxshi yurishmayapti. Ozgina sabr qilib tur. Biroz sabr qilib tur, do'stim. Bergan pulingni ham qaytaraman, do'stim. Hamma narsani joyiga qo'yaman. Bugun senda bo'lsa, ertaga menda ham bo'lib qolar, iltimos o'rtoq. Ustimdan kulyapsanmi? Arenda pulini bermaganing yetmaganday uyalmasdan yana qarz so'rab keldingmi? Kalitni qo'y. O'zimning muammoyim yetarli. Saniki ortiqcha. O'rtoq, iltimos. Kalitni qo'y. Ruxsat senga. Seni tushundim, o'rtoq. Marhamat. Menga qara. Hozir qilgan ishing to'g'rimi? Sen ancha o'zgaribsan. Ha, aytgancha. Pulim o'zimga kerak bo'lib qoldi. Sen hozir shu pulingni unga bermoqchisan. To'g'rimi? Pul meniki. Xohlasam sochaman, xohlasam unga beraman. Pul meniki-yu. Menga qara. Pulingni unga bersang, men javob ola olmaysan. Kunini zo'rg'a ko'rib yuribdi. Uxlaysan qarochi pulingga. Ey, mansabing seni qo'rqitdi. Har holda qiyomatli o'rtog'idik. Shuni unutibsan.
Alo. Onasi o'rtog'imdan pul so'radi. To'g'risi qarzam bermadi. Uni ustiga mashinasini ham olib qoldi. Hammasi yaxshi bo'ladi, hammasini topaman men baribir. Jonibek, O'rtoq, men pulni ol. Hech qachon hech kimni farzandi kasal bo'lmasin. Undan bo'lsa xafa bo'lma. rahmat o'rtoq. Saidjon, sen to'g'ri aytibsan. Uni ko'zini shira bosibdi. Jonibekni aytgan manziliga olib borib qo'y. Xo'p, Men bo'ladi. o'zim yetib olaman. O'tiring aka. Yaxshi yetib olinglar. Pulsizlik shunchalar yomonda, do'stlar ham ortingdan deyarkan. Ayniqsa bugungi zamonda yigitni yo'qchilik yerkan. Pulsizlik shunchalar yomonda, do'stlar ham ortingdan deyarkan. Ayniqsa bugungi zamonda yigitni yo'qchilik yerkan. To'ldirib bo'lmaydi barni, to'lmagan ro'zg'oring qorni, tanimay qolar goh yorini. Yigitni yo'qchilik yerkan. Bir kun och uxlasa bolasi, dunyoni to'xtatar nolasi. Topolmay bu dardning chorasi, yigitni yo'qchilik yerkan. Pulsizlik shunchalar yomonda, do'stlar ham ortingdan deyarkan. Ayniqsa bugungi zamonda yigitni yo'qchilik yerkan. Pulsizlik shunchalar yomonda, do'stlar ham ortingdan deyarkan. Ayniqsa bugungi zamonda yigitni yo'qchilik yerkan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu anu taxtalarni ko'ryapsizmi? Aha. O'shalarni siniqni siniqqa, butunni butunga qilib qo'ysangiz, men xos kelaman. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Sizni tabriklaymiz. Bizga tashlab ketgan loyihangiz muvaffaqiyatli tasdiqlandi. Ertaga sizni ofisimizda kutamiz. Ovqat qilmadim. Uyda produktlar tugagan. Qorningiz to'yadi. Biza ham qachongacha bunaqa yuramiz? Menga qarang. Topadigan 4 so'm pulingiz bo'lsa, u ham kreditingizga ketsa. Mashinangiz bor edi, u ham yo'q. Onasi, shukr qil. Robbimiz rizqimizni berib turibdi. Qachongacha shukr qilaman? Sizga turmushga chiqqanimdan beri shukr qilib yashayman. Sabr qil deyishni bilasiz. O'zingiz aytingchi, qachondan beri sabr qilib yashayman? Xullas, o'zingizga kelib oling. Qizim! Narsalaringni yig'ishtir, bo'yniga ketamiz. Qo'ysangchi bunaqa gaplaringni. To'xta, onasi, o'zingni bos. Ozgina sabr qilib tur. Ketganing bilan nimanidir o'zgartira olmaysan. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hamma ishlarimiz rivojlanib ketadi. Bilasanmi, bitta loyiham bor. Shu loyiha bo'yicha ishlayapman. O'shani biznes sentrga topshirsam, hammasi yaxshi bo'ladi. Undan ko'ra duoda bo'l. Ishimiz o'ngidan kelsin. Qolaversa, qizimiz yaqinda bansadan chiqqan bo'lsa, inshaalloh hammasi o'xshab ketadi. Mayli, o'rnini yaxshi o'tiringlar. Ha, yana bir narsa. Ko'p nolisang Allohga xush kelmaydi. Shu narsani unutma. Boshingda yering tirik. Men o'lib qolganimda
nima qilarding? Mayli, yaxshi o'tiringlar. Nima bo'lganda ham omadingiz bersin. Har damda uydadir xayoli, qora ko'z farzandu ayoli, hammaga tusharkan maloli, yigitli yo'qchilik yarkan, uyga deb to'rtta non ololmay, cho'ntakka dasta pul sololmay, yonidan yo'l kira topolmay, yigitni yo'qchilik yarkan. Pulsizlik shunchalar yomonda, do'stlar ham ortingdan deyarkan. Ayniqsa bugungi zamonda, yigitni yo'qchilik yarkan. Pulsizlik shunchalar yomonda, do'stlar ham ortingdan deyarkan. Ayniqsa bugungi zamonda, yigitni yo'qchilik yarkan. Mumkinmi o'rtoq boshliq? Assalomu alaykum, mumkinmi? Tog' bilan uchrashmasa ham odam bilan uchrashadi. Oldin 40 yilda qaytsa, hozir 40 sekundda qaytyapti. Ke o'rtoq o'tir.